Sizda yoki avtomashinalar jinoyatga aloqador nima bor? Jinoyatga aloqador ishlamaydi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan navbatdagi tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Qo'qon shahrida tug'ilgan oilali 2 nafar farzandning otasi bo'lgan fuqaro tomonidan bir qator og'ir jinoyatlar sodir etilganligi aniqlandi. Yeni boshlangan ishga o'xshamaydi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxs Namangan viloyati Pop tumanida yashovchi boshqa bir fuqaro bilan o'zaro jinoiy til biriktirgani holda Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Chodak kon filialidan oltin rudasini yashirincha olib chiqish bilan shug'ullanib kelgan. Qonunga xilof ravishda qo'lga kiritilgan qimmatbaho xom ashyo esa Qo'qon shahrida joylashgan xususiy korxonalardan biri hududida tashkil etilgan yashirin laboratoriyaga yetkazilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur laboratoriya polietilen mahsulotlarini qayta ishlash sexida tashkil etilgan bo'lib, aynan shu yerda oltinni rudadan ajratib olish ishlari amalga oshirilgan. Shu bilan birga Qo'qonlik 37 yoshli mazkur fuqaroning giyohvand moddalarning noqonuniy savdosi bilan ham shug'ullanib kelganligi ma'lum bo'ldi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida u yana bir jinoyatga aloqador shaxs bilan birga 28 gram miqdordagi opiy giyohvandlik moddasini noqonuniy muomalaga kiritayotgan vaqt jinoyat ustida qo'lga olindi. Mazkur holat asosida unga tegishli bo'lgan yuqorida ko'rsatilgan mas'uliyati cheklangan jamiyati hududida ko'zdan kechirish tadbiri o'tkazildi. Natijada mazkur manzilda tashkil etilgan yashirin laboratoriyada qayta ishlash uchun tayyorlab qo'yilgan jami 2 tonna 751 kilogramm oltin rudalari, 22 kilogramm maydalanib qayta ishlovga tayyorlangan oltin toshlari hamda rudalarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan 160 litr kislota suyuqligi aniqlanib, mazkur mahsulotlarning barchasi protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Olgan pullaringiz qayerda bundan? Ayni paytda yuqoridagi 2 nafar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Aniqlangan qimmatbaho metallar bo'yicha esa tegishli geologik ekspertiza tayinlangan. Muhammad Sidiq Usmonov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.